Qizlarjonlar, mana yana bitta korsetimiz keldi, mahsulotimiz. Bu O'zbekistonni mahsuloti emas, Xitoyniki ham emas. Bu Kolumbiyaniki. Buni materiali o'tayam zo'r, qomat zo'r kirgizib beradi. Effekti bor. Buni o'zi klientlarimizdan artiflar ham kelgan. Olgan klientlarimizdan. Mana bu temirlari ham o'tayam bikir ishlangan. O'tayam zo'r mahsulot. Buni bir marta ishlatgan odam yana qayta oladi. Chunki men o'zimda sinab ko'rganman buni. L razmerdan M razmerigacha tushganman bemalol. Do'pposlesini ham qo'yib qo'yishim mumkin xohlasanglar. Hechga murojaat qilsanglar tashlab beraman rasmini. Lekin effekti o'tayam zo'r bu narsani. Bu oddiy korsetdan ancha farqli. Buni taqib ko'rgan odam o'zi bittada bilib oladi.